Assalomu alaykum obunachilar, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana yana bitta pritsepimiz tayyor bo'ldi. Xorazm viloyati Xazaras tumani Ovshar qishlog'iga berdik. Yine ajoyib pritsep. Buning razmeri 250 ga 160 mol tashiyman dedilar. Zakaz asosida ishlab berdik. Yine turbachalarda qo'yib berdik. Kiydirib turbachalarda qo'ydik mana. Cobalt sut bitsa Cobalt balon bo'ldi. Risoli traktorning tilechka sining nimasidan bo'ldi? Risoldan mana pritsepning risoldan bakvat risollardan biroy turba qilib 2 tonnagacha bosadigan qilib bemalol qilib berdik mana. Ramalari shu yillar. Borta tsinkoy. Borti 40 cm, rushotkasi 70 cm bo'ldi. Poldan 1.10 bo'ldi. Juda bakvat qilib yasadik mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Tortqichlari shu yillardan. Mana. Tortqichlari shu yillardan. Bakvat qilib, mol boylaydigan qilib nima qildik. 1 tonna 600 lik qalin zamoqlari bilan qilib berdik. Dokumentlari ichida. Dokumentlari ichida, farkopkasi ichida Cobalt farkopi bilan qilib berdik. Mana bu yerdan 240 ga 140. Buni farkoplari bilan ichida 11 million so'mga kelishdik. Pulning narxini 11 millionga qilib berdik mana. Mana bu yerda 240 ga 140. Buni 10 million so'mga qilib beramiz. Farkopkasi ichida. Qanaqa mashina bo'lsa, farkopkasini qo'yib beramiz. Bu 1,5 tonnagacha moslangan mana. Bu ham shunday, lekin mana bu yerda risoli 5 talik, u 7 talik. Bakvat qilib yasalgan. 7 ta nima qo'yganmizda, listidan qo'yganmiz mana. Risoliga bakvat qilib yasaganmiz. Tortqichlari shu yillardan 1 tonna 600 lik qalin zamoqlari bilan qilib beramiz. Xohlovchilar bo'lsa, bemalol mana shu pritsepimizni tavsiya qilamiz mana. Bu sotilmagan mana. Bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Buning hozir farkopkasini ko'rsataman. Mana farkopkasi shu yillardan Cobalt farkop yasaganmiz mana. Zakaz asosida 2 tonnagacha yuk tortaman dedi akalar. Mana zakaz asosida qilib berdik. O'zi profil bo'ladi. Men shu yillardan yasadim mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana shu yillarda yasaganman 2 tonnagacha. Mana bu yerning ichiga turba qo'yib beramiz. Turba mashinaning ichiga turba qo'yiladi. Mashinaning arkasini yirtmaslik uchun qo'yib beramiz. Rossiyaga ham toshaveradi bemalol. Xudo xolasa mana bakvat qilib tayyorladik. Kimga shunday pritseplarimiz, farkoplarimiz kerak bo'lsa, bemalol zakaz qilaverasiz.